savzi bilan restoran va to'y joylarga o'rtaq maskaladigan mana o'xshash savzi liyansay qilishni kutib qo'yma. Debda qalamni olib yaxshi xotirlab olinglar. Hozir biz savzi liyansay tayyorlash boshlab ketamiz. Ketalik materiallar: qizil savzi, seriq savzi, uningdagi mana ko'rganinglardek mana shansay, xanishlarza, shovmijow, samsaq zanjibil. Mushu qatorliq materiallar ketadi do'stlar. Unda bo'lsa, mana to'g'rashni, qirishni boshlab ketdim. Uningdagi mana umma qirg'idan birisi ketadi jumi. Qirg'a vaqtim uzatib qirsanlar bek yaxshi sifatli chiqadi do'stlar. Bir dane savzini qirsam mana liqqida bir qoch chiqdi. Endi men birisini qirmasammi bo'g'idek ortiq ketibdi. Arali bir dane savzi. Uningdagi men ostida seriq savzimiz bor. Texmi rangdor chiroyli ko'rinsin deb seriq savzimni qirib qo'yamiz do'stlar qirg'imizda. Seriq savzimizni to'g'rab tayyor qilib oldik. Endi qanday qilamiz deganda tekshi holatda aralashtiramiz. Mana shunda savzlarimizni liqqida qildik. Birinchi bo'lib oq shakarda mana shunday bir 15 gram atrofida oq shakar solamiz. Undan keyin bir 10 gram atrofida tuz selib olamiz. Birda mana shunday aralashtirib qo'yib qo'yamiz. Seriq suv chiqadi do'stlar. Mana shu qansiq taraflarini to'liq holatda chiqirib yetamiz jumi. Mana shunday dumlab qo'yib turib, endi materiallarimizni ushshaq to'g'rab mana shu deliyovga, ya'ni mana shu jon tomir bo'lgan laz qiyamni tayyorlab qilamiz. Do'stlar, men xonish lazimizni to'g'rashdan avval bir qatim suv qo'yaylik, ustidan suv qo'yib turib, mana shu savzimizga baqtirib, siralat to'g'rib olamiz jumi. Inchik holatda to'g'rib olamiz. Qaranglar mana. Mana do'stlar, lazımızı to'g'rab bo'ldik. Endi navbatda mana bu zanjibilni ugurdab turib to'g'raymiz jumi do'stlar. Zanjibillarimizni mushta ugurdab to'g'rab bo'lgandan keyin endi samsaq keldi do'stlar. Samsaqni to'g'rab bo'lgandan keyin mana bu shovmijovni hol qisman holatda to'g'rib olamiz. Bizning samsaqlarimizni ugur holatda to'g'risak tek yaxshi bo'lib so'qsanglar bo'laverdi. Samsaqlarimizni chanib tayyor qilib oldik do'stlar. Endi mana ko'ngillardek shu shovmijovni hol qisman holatda to'g'rib olamiz. Endi mana shansaylarimizni mana shunda cho'ng-cho'ng holatda to'g'rib olamiz jumi. Shansay bek ushaq ketib qolsa bo'lmaydi. Mana buni to'g'rib oldik. Endi navbat qanday qilamiz deganda savzlarimiz qarab boqaylik, suvi chiqib tayyor bo'ldi. Mana do'stlar qaranglar, bizniki mana shu savzimizning suvi chiqib, mana shu qansiq qirtaq suvi to'liq holat chiqdi. Endi mana bir qochimizga chingida siqib suzib olgandan keyin shu so'qoq suvdan 3 qatim o'tkazamiz jumi do'stlar. Muzdek so'qoq suvdan o'tkazamiz. Chuqur 3 qatim o'tkazayotganlar jumi. O'lchamlik holatda 3 qatim o'tkazmasak bo'lmaydi. Liyansaylarimiz tamlik chiqmay qoldi. 3 qatim suvdan o'tkazib, mana shunday holat qilib oldik. Endi navbat qanday qilamiz? Rad tartiblik bu materialimizni selib olamiz. Yaqin kelib ko'rsangiz ham. Mana do'stlar, bizniki bu xonish lazımimizni soldik. Ustiga mana bu zanjibilni selib oldik. Uning ustiga samsaqlarimizni selib oldik. Liqqida samsaq. Yana uning ustiga mana bu shovmijovlarni selib oldik do'stlar. Buning ustiga qanday qilamiz deganda, bizniki mana bu o'xshagan xushbiroq lazımimizni selib oldik do'stlar. Endi buning ustiga nima solamiz deganda, bayjima bizniki shu texidinmi ko'rkam chiqsin deb bayjimani selib oldik. Endi buning ustiga qanday qilamiz? Qizitilgan mayimizni qo'yib olamiz do'stlar. May qo'ygan vaqtim shu yep-yeng maylarni qo'yinglarmi? Men bek ta'kidlayman, qayt ta'kidladim do'stlar mana. Ko'ringlar, mana shunda mayimizni qo'yib oldik. Endi buning tepaga qanday qilamiz do'stlar degan vaqtda oz miqdorda shuncho'jang yo'q qo'yib olamiz. Az miqdorda shuncho'jang yo'q qo'yib olamiz, texmo puraqli holat chiqsin deb. Uningdan keyin bo'lib qolsa, baysuv qo'ydim ha do'stlar. Baysuvdan bir piyola atrofida qo'yinglar. Xey suv qo'ysanglar bo'ldi, lekin mana bu bizniki mana nimamiz ozdak yaxshi chiqmay qoladi rangi. Sizning asaylarimiz endi mana ko'kning yermini selib olamiz. O'lchamlik holatda oq shakardan ozroq solamiz, qansiq qirtaqligini bostirish uchun. Uningdan keyin tuzdan oz miqdorda solamiz. Savzi bilan shu tuzni bo'g'ashdan endi bir aralashtirib boqaylik do'stlar. Buni ustiga endi jimashang yo'q. Jimashang yo'qdan bir qo'yamiz. Az miqdorda jimashang yo'q qo'ysak, texidinmi paqiraq, texidinmi noch chiqadi do'stlar. Endi aralashtirib dal mishakaga vaqtda men shu liyansayningki jon tumiri bo'lgan, bo'lmasa bo'lmaydigan shu pintozimizni, do'stlar, pintozimizni so'qchilab tayyor qo'ygan pintozimizni siqib buni selib olamiz do'stlar. Tayyor qilib olgan bizning pintozimizni selib olamiz. Bu pintoza shu bizning liyansaylarimizdan ayrilsa qat'iy bo'lmaydi do'stlar. Mana buni o'xshashlarki shunda tekshi holatda aralashtiramiz. Voy. To'y to'kinlarning yarışqo'g'i bu, restoranlarning yarışqo'g'i bu. Mana shunda o'xshagan liyansaylarni qanday qilamiz? Mening shu filmimni ko'rib bishakaga vaqtda qip-qizil yurkingizdan birini besayib davomli deb taqirmangizni ilib birovsiz o'lchamlik yezib olasiz mana. Vah. Mana do'stlar, bizniki saylarimiz bular, mushunchilik bo'lsa bular do'stlar, eng oxirsida mana qilib qolganim selib etdim. O'lchamlik holatda bizning liyansaylarimiz tutib qoldi do'stlar. Shunda paqiraq jatim bo'lsin, rang jatim bo'lsin, tam jatim bo'lsin, puraq jatim bo'lsin, mashtaqlamkin 10 barmoqimizni qo'ygidek holatda shunda yaxshi chiqdi do'stlar. Mana shunga o'xshash liyansay o'rgansam bo'ladi. Sizning turlaringizdan o'girib, men iqtisodiy qimmatimni yarasam bo'ladi deb ustam. Uyda beka o'tirib, bek yer ketdim, zirkib ketdim. Zavodlarda ishlab charchab ketdim ustam. Degan do'stlar, qanday qilamiz? Shu filmimga qip-qizil yurkingizdan birini besayib deb inkas rayoniga mening bo'lganimga deb qoldirib qo'yaman, men sizni o'zim izlayman.